Ba'zan ayni mana shu iftorlik mahalda duolar qabul bo'lib, hammamiz o'tirib qo'limizni ochib duo qiladigan bir paytda opa-singillarimiz, ayollarimiz doimgidek oshxonada bo'ladilar. Ular ham mu'mina, muslima sifatida duo qilish haqqiga egalar, ibodat haqqiga egalar azizlar. Ramazon kirdi degani ayollarimizni bir oy Ramazonda oshxonadan chiqarmaslik degani emas. Ramazon kirdi degani bu dasturxonda turli dozi ne'matlarni qilib, maishat qilib o'tirsin degani emas. Ramazon bu nafs tarbiyasi. Ozgina narsa kifoya qiladi. Yaxshisi bu oyda duolar mustajab bo'ladigan oyda ayol va qizlarimiz, farzandlarimiz hammamiz jamlanib iftorlik dasturxoni atrofida Alloh taologa duo qilishimiz kerak.